bir joyda ish bo'lsa, nimada yoringizni so'raydi. Bizni birinchi oshimiz o'rtadan yorlarimizda kech kelamiz, to'ydan kelamiz, bemog'dan pul bermasangiz savol beraveradi. Hayvon qilishdi. To'g'ri? Shuni men hozir she'rni sagasiga yozdirganman-da. Ana shu azobdan chiqish shu. Shuning uchun ijro qilingan. San'atkorlar ko'p, ana ustozlar o'tirish. Sharqiylarga bitta populyar qo'shiqni qo'shni aytib. Bitta ayting. Qaysi? Keling.